qancha kishi ellikta endi bizim o'tib boradi degan deymi? Narxim bo'lib bora. Endi o'zi sayin sizningcha ortib bora. Endi şuna qarasam 15-20 yildan bunda kishi o'sha avvaldan o'sishini olib bordi kishi oilalar endi qolmasqa tegish. Bu bizim avvaldan tugul. Bu boshqa avvallarda da hamda rayon o'zagida da shu yo'qmi? Bu birinchisi kishi, ikkinchisi endi ish masalasi. Endi bizning shaharga ketib o'sha bitin yashar ko'rsa foydasi bor ekanmi? Ne deganda ular endi shu 15-20 yildan ularga endi perspektiva yo'q. Agarda bugun bo'lsa da endi ularga endi o'sgash, ularga ularga endi perspektiva yo'q. Shunda birovga foydasi kelmay rayonlar. Bo'lsa ikkinchisi shunda endi men so'rab biraz kerak. Shu rayonning o'sish plani, o'sishi yashash plani 5, 10, 15, 20 yilga nindi planda mikan, nindi boya qarab oqlaymikan bizning rayon. Shuna anaqisariz yasharga narsa boshqa narsa ko'tashak endi shoy endi shuna anaqisariz davlat nindi programmalar nindi ish qo'yan ekan endi bizning o'sha ovlarni ko'tarib, ovlarni yashatuvga rahmat. Hali yashagan eshitgan yo'q, shuni da bunday to'tolarda perspektiva yo'q deb qoyadir chetga chiqib ketgan qaraylar. Rahmat bunday so'rov uchun. Jannatda vodiy zamona kerak tuyulmasa-da, shu shahar bilan solishtirganda buni qarag'izlar. Hali bugungina bizning Rossiya Federatsiyasi deputati qo'noqda bo'lib ketdi. Ularda Qozonda 10% xalq yara bo'lsa aytib turmayman. Tak, shundan da olg'ota qaraganda bizning respublikada bu masala ko'tariladi. Bir narsagina bugungi kunda qo'rqitib turadi. U da bo'lsa bizning o'z idoraning nindi yangi zakonlarga kelib kiruvi narsaga, qo'mashalarga, yeysi narsaga o'ng'ay ta'sir etilganki, mana shu bir so'rov burshi. Ham endi to'tiribgina sizning so'rovga hali o'yerinni javob beruv mumkinchiligi bilan shu bilan bizning yo'qqa shag'al bitasi. Shunga da qaramasdan rayon yetakchiligi tomonidan baribir yoshlarga qarata endi e'tiborni orttirishga tirishamiz. Bu endi ishlar bo'yicha deymizmi, shu investitsiyalar deymizmi? Bu kunda prekrasniy возможностьlar perspektiva yo'q deymiz. Shu ko'chaga yaqindagina bizning ko'rshi yerlik bo'lib turadi. Ya'ni yanda yoshlar bir degan o'zlarining xizmatlarini topib, mana shu mol masalalar deyilsa boshqa yo'nalishda ishlab ketadilar. Ko'pchiligi mol yo'nalishida deb aytasa kelaydi. Anda bu kunda bularga yerda yo'q bizda. Perspektivalarni men qolsa endi izlarga kerakdir. O'zim uchun har bir kishi. Mana qarang, shaharda naskолько perspektiva o'zi opravdaydi. Yarar yashaqda ish bor deydi. Qartagan kunda narsa bilan yasharga, nishik yasharga, narsaga bo'lgan ekmalarga, epiyalarga, andi so'rovlar bek ko'p kishi qo'yadi. Qizg'anishga qarshi. Chunki endi men o'zimning masalan shu Qozonda texnikumda ishlaganda Qozonda yarmikalarga chiqqan bo'ldi. Anda endi ular opalardan kelib nishikda o'xshab zanib turgan meni ko'rga nasib bo'ldi qizg'anishga qarshi. Unda perspektivani ko'rarga tilagan yosh kishi u har vaqtda ko'radi. Bizning Allohga shukr uyushmalarimiz yetarli. Butun tarmoq uyushmasi da bor, tuzilish deymizmi? Yo'llar bo'yicha shu yo'l tuzilish uyushmalari ko'rasiz bizning Belaruslar ko'p investitsiya kiritib aytadilar. Shu vaqtda boshqa investorlarimiz bor. Albatta ish davom etdi. Bu qanday ish izlagan kishi o'zini realizatsiya qilgan kishi shu butun shartlarda bor deb aytasim keladi. Bunda aytganimcha kishining ko'rak o'zidan turadi. Bizning endi hozir men bilgandan beri 2000 yillardan beri bu perspektiva yo'q degan so'zni eshitib kelaman. Perspektiva Allohga shukr rayonimiz hali o'rnida to'xtab qolgan rayon tugul. Bu qanday Alloh qarab ishlaydi, rayonimiz boshlig'i bizdan intensiv ravishda ish olib boradi. Bu yo'nalish bo'yicha, ishmakarlar bo'yicha bizning 1000 dan ortiqgina o'z
мәшгульләр бар бүгенге көндә. Аларны үз юлларын табып, әкрен генә менә яшәп киләләр, эшләп киләләр бүгенге көндә. Бер дигән продукция җитештерәләр, бернинди шәһәрникендә калышмый. Шул ук вакытта сыйфаты буенча да. Шуңа күрә инде бу вопросны күбрәк риторический дип аңларга кирәктер. Но бүгенге көндә әйтәм бит, район үзенең кыйбласы бар. Бар хуҗалыкларында тартып бар, хуҗалыклар белән дә актив эшләү. Шул ук вакытта инде җитештерү сәнәгатенең өстендә дә зур инвестициялар кертеп эшләүне планлаштыра. Bütün mümkünlikler de var. Eğer de mümkünlük yok deyip tanısam, ben de kayıp tutturması mesela lişni özüm. Hatta kazanma 8 yıl yaşayan bu zaman. Özümden primerde iken. Rahmat. Irina Timiryan'dan